Ajdaho jangchisi qani? Balki u qarshingdadir. Meni shunchalar ahmoq deb o'ylaysan. Ajdaho jangchisi sen emas. Oralaringizda yo'q. Demak, uning ismi bu. Ortuvchi haqiqiy ajdaho jangchisi uyiga qaytyapti deb ayt. Va nihoyat haqiqiy raqib topildi. Bizni jangimiz doston bo'ladi. Uyiga qaytdim ustoz. Endi bu yer seni uying emas. Men ham sening ustozing emasman. Endi sizni boshqa erkatoyingiz bor. Xo'sh, o'sha bu qani? Yo qo'rqitib yubordingmi?